xat yozish darslarini boshlagan edik. O'tgan safar birinchi darsimizda muqaddima kirish qismi bo'ldi. Endi asosiy kitobimizga o'tsak. Asosiy kitobimiz mana xat yozish darslari degan kitob. Bunda mana bunda ham muqaddima kirish qismi bor. O'tgan safar o'tgan mavzularimiz aynan o'zi. Deyarli aynan o'zi. Shuni bir qator kirib shu kirish qismini ko'rib chiqsak. Kirish qismi mana mukavvinatur risala debdi. Mukavvinat tashkil qiluvchilari, tarkibiy qismlari degan. Ar-risala xatning tarkibiy qismlari. Birinchisi al-unvan, al-unvan demak bu manzil degan. Idza kanat waraqiyya. Agar qog'ozga yozadigan bo'lsangiz. O'tgan safar aytdik-ku, xatning boshida birinchi manzil yoziladi, shahar yoki mamlakatning nomi yoziladi dedik. Shu manzil. Hattoki ko'chaning nomlari, uyning raqamlarigacha bo'lishi ham mumkin. Shunaqa yozilishi ham mumkin. Bu unvon, ya'ni adres, manzil deyiladi. Bu manzil qachon yoziladi? Agar qog'ozga yozilsa. Imtihonga kirganda albatta qog'ozga yozish kerak bo'ladi, shuning uchun qog'ozga yoziladi. Lekin agar elektron xatlarda manzil yozib o'tirilmaydi. Ularda o'zi tayyor shablon bo'ladi. Masalan, email yozsangiz, ularda tayyor shabloni bo'ladi. Lekin qog'ozga yozgan paytda, ya'ni imtihonlarda albatta manzilda yozishingiz kerak. Manzil masalan bitta shaharni o'zi bilan cheklanmayman. Men uyning raqamini, ko'chaning nomini shularni ham yozaman, to'liq yozaman desangiz, shunaqa qilib yozishingiz ham mumkin. Ikkinchisi tarix dedik, sanani qanaqa qilib yozilishini o'tgan safar o'rgandik, shuning uchun qayta yozib o'tirmaymiz, qayta aytib o'tirmaymiz. Ikki xil yoziladi dedik, birinchi darsimizda bularni o'rganib chiqdik. Endi uchinchi yoziladigan narsa at-tahiyyatul iftitahiyya. Buni ham aytdik, ya'ni bu kimga yozayotganingiz deb o'rgandik biz. Kimga yozayotganingiz palonchiga deysanlar. Masalan, Abil Aziz, Ummil Aziza qilib o'rgandik o'tgan safar. Ummil Hanuna qilib yoki ila bilan aytishingiz ham mumkin dedik. Shuni aytib turib, undan keyin salom berish. Kimgaligini yozib, ana undan keyin salom berishdi. At-tahiyya al-iftitahiyya dedik. O'zi at-tahiyya al-iftitahiyyadan oldin kimga yuborilayotgani al-mursal ilayh deb beriladi ba'zi kitoblarda. Al-mursal ilayh kimga yuborilayotgani degani. Undan keyin at-tahiyyatul iftitahiyada haligi salomlashishlar aytiladi. Assalomu alaykum, tahiyyatun tayyiba va ba'd deganlarimiz. Undan keyin al-muqaddima keladi. Buni muqaddimani nimaligini aytdik. Ya'ni arizani misolida aytib berdik. Ushbu arizani yozishdan maqsadim shuki deganga o'xshagan. Ushbu xatni senga yozyapman, yusaiduni deb boshlaganida, shunga o'xshagan. Sababul kitaba, ya'ni yozishining sababi, xatni yozishining sababi. Undan keyin jismur risala deganimiz bu asosiy qism. Asosiy qism jismur risala. Sharhul fikra debdi. Fikrlarning sharhi, at-tafasil, tafsilotlar hammasi yoziladi. Bu asosiy qism, ya'ni nima demoqchi bo'lsangiz hammasini yozaverasiz degan edik. Undan keyin al-xotima bo'ladi, ya'ni talxis, amniyat, ya'ni xulosa qilinadi. Undan keyin qanaqadir bir tilak bildiriladi degan gaplar. At-tahiyatul xitamiyya, oxirgi salomlashish debdi, yakunlovchi salomlashish debdi. Bu biz haligi o'rgandik. Sizga eng yaxshi tilaklarni bildirib qoluvchi deganga o'xshagan gaplar. Agar ularni bilmay qolsangiz vassalomu alaykum deb qo'ysangiz ham bo'ladi deb o'rgandik. Oldingi darsimizda. Ana undan keyin at-tawqi' imzo qo'yiladi. Bitta imzoda bu yerda ism qo'yiladi odatda. Ism qo'yiladi. Rasmiy xatlarda ko'rganimizda ham ko'ramiz. Rasmiy xatlarda ism to'liq yoziladi, ism, familiya. Undan keyin ba'zilar elektron telefon raqam, elektron pochtalargacha yozib qo'yishlari mumkin. أنواع الرسائل تنقسم بشكل عام إلى رسائل رسمية ورسائل غير رسمية. Buni o'tgan safar o'rganganimiz aynan o'zi kelyapti.
xatlarning turlari tanqosimu bo'linadi bishaklin amin umumiy holatda ilaga nimaga rosail rasmiya rasmiy xatlarga va rosail g'oyrasmiy va norasmiy xatlarga bo'linadi debdi. Buni o'rgandik o'tgan darsimizda ham. Va kullu naw'in va har bir turning lahu ag'roduhu o'zini maqsadlari bor. Al-xossa xos o'ziga xos bo'lgan maqsadlari bor va uslubuhu fil kitaba va yozilishdagi o'ziga xos uslubi bor. Ya'ni rasmiy xatda ham, norasmiy xatda ham o'ziga xos maqsadlari bo'ladi va yozilishda o'ziga xos uslubi bo'ladi. O'ziga xos uslub bilan yoziladi deyapti. Endi buni o'rganishgan. Mana ar-rosail ar-rasmiya. Rasmiy xatlar qanday yoziladi? Rasmiy xatlar ta'rif va ta'rif o'zi nima? Rasmiy xat deganda o'zi nimani tushunamiz deganda ta'rifini aytyapti. Buni ta'rifi shuki, rosail tuktabu ila jihatin rasmiyatin aw shakhsiyatin zati sifatin mehaniyatin aw idariyatin. Bu shunaqa xatlarga rosail, shunaqa xatlarga tuktabu yoziladi ila jihatin tomonga, bir tomonga. Rasmiyatin bir rasmiy tomonga, aw shakhsiyatin yoki bir rasmiy shaxsga qaratib yoziladi. Rasmiy tomon deganda ya'ni idora tashkilotlar nazarda tutilyapti. Aw shaxsiya deganda rasmiy shaxsga, ya'ni masalan direktor, zamdirektor deganga o'xshaydi. Yoki ish boshqaruvchi, xullas rasmiy shaxs yoki rasmiy idoraga nisbatan qarata yozilgan bo'ladi. Zoti sifatin mehaniyatin, ya'ni u bir kasbiy sifatga ega bo'lish kerak. Aw idariyatin yoki bir boshliq, boshqaruv sifatiga ega bo'lish kerak. Yoki boshqaruvchi yoki bir lavozim egasi bo'lish kerak. Yo boshqaruvchi yoki lavozim egasi bir ishda ishlaydigan odam. Oddiy ishchi bo'lsa ham mayli, lekin rasmiymi? Rasmiy. Oddiy ishchi bo'lishi ham mumkin. Bir oddiy ishchiga yozayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, bank xodimiga. Lekin umuman olganda bir kasb egasi yoki bir boshqaruv egasi bo'lish kerak. Va tustaxdamu va ishlatiladi lug'atun rasmiyatun rasmiy lug'at, rasmiy til ishlatiladi unda deyapti. Rasmiy til ishlatiladi. Endi bu rosail rasmiyani, ya'ni rasmiy xatlarning turlari ga ba'zi misollarni keltiryapti. Amsila, misollar. Masalan, risalatu talabi vazifa, risala xat, talabi vazifa ish so'rab, talab so'rash, vazifa ish. Ish so'rash xati, ish so'rab yoziladigan xat. Risalatu shakva ila idoratin aw shirkatin, risalatu shakva shikoyat xati ila idora biror boshqarma aw shirka yoki korxonaga yoziladigan shikoyat xati. Uchinchisi risalatu istifsar aw talabi ma'lumat, risala xat istifsar bir bayon so'rash, izoh so'rash, aw talab ma'lum yoki bir ma'lumot so'rash xati. Izoh yoki ma'lumot so'rash xati. Risalatu shukrin rasmiyatin li muassasatin aw mas'ulin. Risalatu shukrin minnatdorchilik xati rasmiyatin rasmiy minnatdorchilik xati li muassasa biror tashkilotga aw mas'ulin yoki biror mas'ul xodimga atab yoziladigan rasmiy minnatdorchilik xati. Yoki risalatu da'vatin rasmiyatin li huduri fa'aliyatin. Risalatu da'va taklif xati degani, rasmiyatin rasmiy taklif xati. Li huduri qatnashish uchun fa'aliyatin. Birorta bir tadbirga qatnashish uchun yoziladigan rasmiy taklif xati. Endi misollar ko'p, o'zi turi bir 5 ta misol keltirib qo'yibdi. Tasavvur qilishimiz uchun. Endi buni xususiyatlari, ya'ni rasmiy xatlarning qanaqa xususiyatlari bor desa aytayapti. Xosoisuha. Uning xususiyatlari shuki, lug'atun fasihatun va xoliyatun min al-ibarotil ammiya. Lug'a fasiha degani fasih til degani, ya'ni badiiy til degani. Badiiy til va xoliya va xoli bo'lgan til. Nima? Min al-ibarotil ammiya. Xalq tilida ishlatiladigan iboralardan xoli bo'lgan til bo'lish kerak. Faqat badiiy adabiy tilda ishlatiladigan so'zlar bo'lish kerak, xolos. Masalan, shaxsiy xatlarda odatda shevada ishlatilgan so'zlarni ham qo'shib yuborish mumkin. Lekin rasmiy xatda unaqa shevada ishlatilgan so'zlarni qo'shib bo'lmaydi. Hech ham qo'shib bo'lmaydi.
Faqat rasmiy so'zlar, adabiy so'zlar ishlatiladi. Ikkinchisi, tanzimun daqiqun va vodihun. Hop. Daqiq, puxta, puxta va vazihun va tushunarli tartibga solinishi kerak deyapti. Puxta va tushunarli bo'lishi kerak deyapti. At-tahiyyatu rasmiyatun. Salomlashish ham rasmiy bo'ladi deyapti. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri azizim palonchi emas. Albatta as-sayyid yoki as-sayyida degan so'z bilan boshlangani yaxshi. Ya'ni janob, xonim degani. Al-muhtaram, as-sayyidul muhtaram yoki as-sayyidatul muhtarama. Hurmatli janob yoki hurmatli xonim. Muhtarama xonim. Shunaqa so'zlar bilan boshlanish kerak deyapti. Keyin la tustaxdamu ta'birat shaxsiyya aw atifiyya. La tustaxdam ishlatilmaydi ta'birat shaxsiyya, shaxsiy iboralar ishlatilmaydi. Ya'ni o'z yaqinlaringizga aytadigan oddiy shaxsiy iboralar, ya'ni salom alayk, ya'ni oddiygina salom alayk, hol ahvol so'rash, shunaqa narsalar, aw atifiyya yoki bir his-tuyg'uga berilib ketadigan iboralar ishlatilmaydi deyapti. Bu rasmiy xatni xususiyatlari. Endi ar-rasail g'ayru rasmiyachi deyapti. Ar-rasail g'ayru rasmiya, ya'ni rasmiy bo'lmagan xatlar. Buni o'tgan safar o'rgandik, o'tgan darsimizda. Yana bir qator bilib ko'ramiz. Takrorlash bo'ladi. Ta'rif, buni ta'rifi nima o'zi? Rasail tuktabu lil asdiqai aw al aqarib va g'oliban ma takunu shaxsiyya va atifiyya va tustaxdamu lughatun qaribatun min al-hadith al-yawmi. Bu ta'rifi nima buni desa, norasmiy xat, bu rasail bir xatlar bo'ladi. Qanaqa? Tuktabu yoziladi lil asdiqo do'stlarga, avil aqorib yoki qarindoshlarga yoziladigan xat bo'ladi deyapti. Va g'oliban ma va ko'pincha takunu bo'ladi. Nima bo'ladi? Shaxsiyatan, shaxsiy xatlar bo'ladi, shaxsiy mazmunda bo'ladi va atifiyya va his-tuyg'udan iborat. His-tuyg'uni ifodalovchi gaplar bo'ladi. Va tustaxdamu va ishlatiladi lug'atun qaribatun, bir til, qanaqa til ishlatiladi? Qaribatun minal hadisil yawmi. Al hadisul yawmi degani kundalik so'zlashish. Kundalik so'zlashishga yaqin bo'lgan til ishlatiladi. Kundalik so'zlashda ishlatiladigan so'zlar ishlatiladi. Shunga yaqin bo'lgan til ishlatiladi bunda deyapti. Harakinda faqat badiiy til ishlatiladi degan lug'atun fasihatun ishlatiladi degan fasih til ishlatiladi. Ya'ni adabiy til ishlatiladi dedik. Bunda lug'atun qaribatun min al-hadisil yawmi. Kundalik hayotga so'zlashga yaqin bo'lgan til ishlatiladi deyapti. Bunga ham bir misollar beribdi, 5 ta misol beribdi, tasavvur qilib olishimiz uchun. Birinchisi risalatu ila sadiq. Risalatun ila sadiq. Bir do'stga, birorta do'stga yoziladigan xat. Yoki risalatu tahniyatin aw ta'ziyatin. Bir tabrik xati yoki ta'ziya xati. Yoki risalatu shukrin shaxsiyatin. Shaxsiy minnatdorchilik xati. Yaqin odamingizga minnatdorchilik bildirib yozadigan xat. Yoki risalatu da'vatin li huzuri munasabatin ailiyatin. Risalatu da'va taklif xati li huzuri qatnashish uchun munasabatin ailiyatin oilaviy tadbirlarga, biror oilaviy tadbirlarga qatnashish uchun yoziladigan taklif xati. Keyin esa risalatu i'tizarin, ya'ni uzr so'rash xati, aw hubbin yoki sevgi xati, aw akhbarin shaxsiyatin yoki bir shaxsiy xabarlarni, shaxsiy xabarlar yoziladigan xat. Mana shu tasavvur qilib olishimiz uchun bir 5 ta ozgina misol berib qo'yibdi. Endi uni xosoisuha, xususiyatlari nima bu? Shaxsiy xatni xususiyatlari nima? Uslubun basitun aw afviyun va afviyun ekan. Uslubun basitun va afviyun. Uslubun degani bu uslub degani, uslub. Basit, sodda, sodda, oddiy, sodda degani. Va afviy degani tabiiy degani. Oddiy, odatiy desa ham bo'ladi, odatiy. Sodda va odatiy usul ishlatiladi. Sodda bo'ladi va ham odatiy. Odatda gaplashayotganda qanaqa gaplashiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa usulda yozilaveradi deyapti. Ikkinchi xususiyati yumkinu istixdamu ta'birat atifiyya aw shaxsiyya. Mumkin istixdam ishlatish. Nimani? Ta'birat iboralarni. Qanaqa iboralar? Atifiyya aw shaxsiyya. Atifiyya his-tuyg'udan iborat bo'lgan
iboralar av shaxsiya yoki shaxsiy iboralarni ham ishlatish mumkin deyapti. Uchinchisi at-tahiyya g'ayru rasmiyya. At-tahiyya salomlashish g'ayru rasmiy bo'lmagan, norasmiy salomlashish bo'ladi. Ya'ni nariginda muhtaram, janob, xonim degan so'zlar ishlatilayotgan bo'lsa rasmiy xatda. Bunda norasmiyda unaqa muhtaram, janob, xonim degan yo'q. Bunda oddiygina azizim, do'stim deb gapirib ketaverasiz deyapti. La tataqayyadu kathiran bishakli rasmiy. 4-xususiyati la tataqayyad cheklanmaydi, kasiron ko'p ham cheklanmaydi. Nima bilan? Bishakli rasmiy, rasmiy shakl bilan cheklanmaydi. O'zi xat bunaqa yozilishi kerak, mayerda bunaqa narsa bo'lishi kerak degan gap yo'q. Ko'p ham cheklash bormaydi deyapti. Aytdik-ku, xat tashkil qiluvchilar o'zi mana ular bularni dedik. Ular ba'zilarida shunaqa narsalar bo'lmay qolishi ham mumkin. Bo'lmay qolsa, mana uni xato yozib qo'yibdi deymiz. Shaxsiy xat u. Yozgisi kelmabdi, yozmabdi deb qo'yilaveradi. Lekin biz imtihonda yozayotganda, lekin hamma shakllarni, hamma qismini yozishimiz kerak. Chunki biz baho olish uchun yozyapmiz. Hamma shakllari bo'lishiga e'tibor beriladi imtihonda. Lekin odatda hayotda ko'rsangiz ba'zilari yo'q bo'lib qolsa, hayron bo'lmang deyapti. Hop, keyin anva uxro mutadavila debdi keyingi betda. Ya'ni xatlarda 3-turi ham bor. Ya'ni bu qanaqa turi desa, uxro boshqa, mutadavila aralash uslubda yozilgan. Masalan, yumkin an takuna rasmiyya aw ghayr rasmiyya hasaba siyaq. Bu nima ham bo'lishi mumkin? Rasmiy bo'lishi ham mumkin, norasmiy bo'lishi ham mumkin bo'lgan. Bir unaqa bo'lib o'zgarib turadigan degan. Bu ma'nosiga qarab o'zgarib turadigan bo'lishi mumkin. Masalan, rasail elektroniyya, elektron xatlar, emaillar, email deb qo'yibdi, emaillar shunaqa bo'ladi. Ya'ni qad takunu rasmiyya aw shaxsiyya. Masalan, emaillar, elektron xatlar rasmiy bo'lishi ham mumkin, shaxsiy bo'lishi ham mumkin. Rasail tavsiya, tavsiya xati. Mana bu ham rasmiy bo'lishi ham mumkin, norasmiy bo'lishi ham mumkin. Tavsiya xatini ko'proq o'qishi, chet ellarga o'qishga topshirayotganlar yozdirishadi, tavsiya xati. Shu tavsiya xati masalan o'qishlarga, bir ishlarga yozish kerak bo'lsa rasmiy bo'ladi. Yoki bir to'xtang, men sizga hozir palonchini oldiga boring, o'sha odam ish so'rayotdi. Men sizga tavsiya xati yozib beraman. O'qib turib, mendan borganingizni biladi-da, har qalay ishga olish osonroq bo'ladi deb turib, o'zi shaxsiy tavsiyat yozib qo'yish ham mumkin. Palonchi oshna yaxshimisan, tuzimsan? Seni oldinga mana bolani jo'natyapman. Yaxshi bola, unaqa edi, bunaqa edi deb siz haqingizda ma'lumotlarni yozib jo'nataman. Shu xatni yozib, shu xatni ko'rsatgin borib deydi. Borib, mana bu xatni palonchaga beraver deysiz. Ko'rib turib, ha deydi. Yaxshi deb unga qarab bir ish qiladi. Bu shaxsiy. Lekin rasmiy joylarga, tashkilotlarga yozilayotganda u rasmiy bo'ladi. Tatlubu adatan lil qabul al-jami'i. Universitetlarga qabul qilish vaqtida, avil vazoif yoki ishlarga qabul qilish vaqtida odatda so'raladi bu tavsiya xati deyapti. Rasail shukr val imtinan debdi. Minnat, shukr, rahmat aytish va imtinan, minnatdorchilik xatlari. Bu ham ikki xil bo'lishi mumkin. Bir qarasiz, rasmiy odamlarga, o'zingizlarga yozsangiz shaxsiy bo'ladi. Tashkilotlarga minnatdorchilik yozmoqchi bo'lsangiz rasmiy bo'ladi. Rasailu ta'rif bin nafs, ya'ni o'zingizni tanishtirish xati. O'zingiz haqingizda yoziladigan xat. Ya'ni men o'zingiz haqingizda yozilgan qisqacha xat. To'liq emasda, bunda odatda o'zingizni qanaqa ta'lim olganlaringiz, ma'lumotingiz va malakalaringiz haqida yoziladigan qisqagina o'zingizni tanishtirish xati. Ta'rif bin nafs, ta'rif, risalatu ta'rif bin nafs deyiladigan. Bu ham ikki xil bo'lishi mumkin deyapti. Rasmiy qilib yozaman desangiz, biror joyga arizangizga qo'shib topshiraman desangiz, unda rasmiy bo'ladi. Yoki birortasiga tanishga, bir shaxsiy bir odamga yoki endi tanishayotgan odamga yozmoqchi bo'lsangiz, unda shaxsiy bo'laveradi. Lekin tashkilotlarga, xullas rasmiyligini bilib oldik. Rasmiy bo'lish uchun albatta u qanaqadir tashkilotga
qanaqadir korxonaga yoki o'sha yerda ishlaydigan birorta odamga yozilayotgan bo'lsa rasmiy. Unaqa emasmi? O'zingizni shaxsiy hayotingizga tegishlimi? Korxona tashkilotlar bilan bog'liq narsa emasmi? Demak, u shaxsiy bo'ladi. Lekin korxona tashkilotlar bilan bog'liq bo'lsa rasmiy. Korxona tashkilotlar bilan bog'liq emasmi? Shaxsiy.